ayollar har kuni nonushtaga nima tayyorlab oila a'zolarimni lol qoldiraman deb bosh qotiramiz. Bugungi retsept bo'yicha 12 kishi maza qilib nonushta qilishi mumkin. Tuxumga tuz, yog' qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Qizib turgan tovada yuvib-qo'yib qilib har ikki tarafini quymoqlarini pishirib olamiz. Nachinkasi uchun har doimgidek halol asl baraka kolbasalardan foydalandim. Kolbasani turburchak qilib mayda qilib to'g'rab olamiz. Kartoshkani qaynatib, pyure qilib tayyorlab olamiz va yaxshi ko'rib yeydigan siringizni qo'shsangiz bo'ladi. Kartoshka, sir, to'g'ralgan kolbasani yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi birin-ketin quymoqlarni ichiga tayyor bo'lgan nachinkadan solib chiqamiz. Xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, quymoqni ichiga nachinkani solib, o'rab chiqiladi. Listga pergament qog'oz solib, tayyor o'ralgan quymoqlarni terib chiqamiz. Ustiga yuvib-qo'yib qilib to'g'ralgan saryog'ni qo'yib chiqamiz. 180 gradusda 10 daqiqa pishirib olamiz. Mazali, to'yimli nonushta tayyor bo'ldi. Sizga retsept yoqqan bo'lsa, like bosib, nonushtaga nima tayyorlasam ekan deb o'tirgan dugonangizga videoni yuborib qo'ying. Agar ishtahangiz ochilgan bo'lsa, Robiyangiznikiga mehmonga keling.